Keyin bugun sizlarni o'zim bilan bugun olib ketaman. Ertalabdan zavtrak qilmaganimiz uchun Korzinkadan shunaqa issiq non oldik va unaga yo'limizni davom etdik. Keyingi manzilimiz bu Farxatskaya bulchka. Oyim studentlik paytlarida faqatgina shudan bulchka olgan ekanlar. Va unaga massiva degan shunaqa to'rttali somsa olgan keldik. Va наконец-таки bizani 1,5 soatlik yo'limiz boshlandi. Yo'l davomida shunaqa ukam mashq ko'rib ketdi, maysi kitob o'qib ketdi. Bugungi kelishga omad qolganda men tez o'zim tayyorlab oldim. И вот biza bu uylarga kirib keldik. Kirishim bilan shunaqa chiroyli gullarni ko'rdik va конечно men bilan videoga oldim. Keyin buvim, oyim kenayim o'sma qo'yishdi. Maysa shunaqa qushlarning ovozini eshitib kitob o'qishni davom ettirdim. Bu paytda esa singlim dodam bilan matematika qilib o'tirishgan. Men boshda havo issiq bo'ladi bo'laganim, lekin yo'q, shunaqa mazza shabada havo bo'ldi. Buvim va dodam uylarda qaldirg'ochi shunaqa inam qurgan. Kechki ovqatga esa kenayim bilan oyim osh qilishni boshlashdi. Men ukam bilan tenis o'ynab o'tirdim. Keyin esa buvim bilan birga shunaqa tovuliga ovqat berdik, sigir ko'rdik va uning qo'ylarga ham ovqat berdik. Keyin esa oyim bilan qulupnay terishga tushib ketdik. Daraxtdan gilos ham topib oldik. Gilos hali oxirigacha pishmagan bo'lsa ham mazasi zo'r ekan. Keyin qarasam oshamiz pishib bo'pti. Shunaqa salatlarni to'g'radik va undan keyin hammamiz birgalikda ovqatlandik. Ovqatlanmagandan keyin gaplashib o'tirdik va kech tushgandan keyin biz Toshkentga, ya'ni uyga ketdik.